Agar odamni boshiga biror mushkul tushsa, o'sha paytda aqli ham, yuragi ham bir vaqtni o'zida bardosh bera olmas ekan, shunda u muammosini darhol hal qilishdan oldin uni yengillashtirishni o'rganishi kerak. Buni esa 4 ta haqiqatni yod olish bilan boshlash kerak. Birinchi haqiqat shuki, bu barchasi vaqtinchalik. Hech bir holat abadiy emas. Qanday og'riq bo'lmasin, har bir qiyinchilikning muddati bor. Hammasi o'tadi, ketadi. Buni anglagan inson umidni hech qachon yo'qotmaydi. Ikkinchi haqiqat shuki, bu taqdirimda yozilgan edi deydi. Biz tanlagan yo'llar bor, lekin ularda uchraydigan imtihonlar borki, Alloh ularning hikmatini bizga ko'rsatadi. Qabul qilish esa qalbni tinchlantiradi. Uchinchi haqiqat shuki, bundan kattaroq muammo ham bo'lishi mumkin edi-ku, deydi. Biz ko'rayotgan og'riq eng yomoni emas. Alloh bizni sinar ekan, toqatimizga yarasha beradi sinovda. 4-chi haqiqat esa sabr ajr bilan mukofot beriladi. Sabr jim qolish emas, sabr qalbni sindirmasdan turib to'g'ri qolishdir. Va har bir sabrning oxirida ajr, savoblar borligini bilib turamiz. Ana shu 4 haqiqatni eslagan inson muammosidan yengil kechishi mumkin, lekin muammo ostida sinmaydi. Chunki umid bilan sabr qilingan qalb Allohning doim nazoratida bo'ladi. Va har bir sabrning oxirida ajr va savob borligini unutmasligimiz lozim. Ana shu 4 haqiqatni eslagan inson to'liq muammosidan hal bo'lmasligi mumkin, lekin u muammo ostida hech qachon sinmaydi. Chunki umid bilan sabr qilgan qalb Allohning doimo nazoratida bo'ladi.